Assalomu alaykum. Do'stlar, tinchmisizlar, yaxshimisizlarmi? Sog'lommisizlar? Bugun bizda Los Angeles Karis mahallada, ya'ni biz Kretaonda turamiz. Kichkina o'g'limni maktabida выставка bo'lar ekan, madaniy выставка degan anaqa bilet berishdi. Shunga mana o'chirib turishibdi odamlar maktabda bilet olib. Hozir mana bu yerda men qisqacha tanishtirib o'tish harakat qilaman. O'shatqaylar hamma maktabga kirmoqchi. Hamma maktabga kirmoqchi. Mana o'chirat soat 8:30 da anaqa bo'lar ekan, kirilar ekan, ochilar ekan. Hozir mana bu yerga kirsanglar, mashinalar nimalar olib kelyapti, shu bolalarni olib kelyapti, ota-onalar. Sekin mana bu yerda kirib, tushirib ketishyapti. Ataylab safety zone qilishgan, ya'ni nima qil. Mana shundan kiradi. Sekin mana shunday tushirib ketadi. Maktabi 4 ta 5 ta ishchilari ham kutib oladi. Bolalarni tushirib kutib oladi. Qo'yaplar. Bolalar mashinalardan tushadi. Eshiklarni ochib berishadi. Sekin tushadi bolalar. Eshiklarni ochadi, maktabi ishchilari. Bolalar sekin tushib maktabga kirib ketadi. Spesial mana shunaqa zona qilib qo'yishgan. Xullas mana shu mana qator turishibdi. Bolalar kutib, bu yoqda maktab avtobusi ham kelgan, hozir kelib tushiradi. Uzoqdan kelgan o'quvchilar bo'lsa, tushirib yuboradi. Hozir o'chatimiz kelsa, keyin bu yoqni nima bo'lyapti yana ko'rsatib boshlaymiz. Mana o'chatimiz sekin kiryapmiz. Thank you so much. Have a wonderful time at our event today. Thank you. Şöyle kirdik maktab territoriyasiga. Endi ko'ramiz qani nimalar bo'lyapti bu yerda. Bu maktab boshlang'ich maktab hisoblanadi, ya'ni elementary school deydi. 1-sinfdan 5-sinfgacha E+0 klass deydi. Boshlang'ich bog'cha maktab. Böyle wow. Böyle nimalardir bo'lyapti mana. Ko'ryapsizlar. Bolalar yig'ilib, mamlaqa. Hozir bu yerda o'tirib tomosha qilamiz. Qanday nimalar bo'lyapti? Mana bu yerda mana Yusuf. Yusuf! 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 Xullas, mana yig'ilishdi ota-onalar atrofda, mana bu o'quvchilar. Biz Karis mahalla dedik-ku, mana Koreyan bayrog'ini ham taqatishadi. Bu maktab nomi ham Charlie Kim Elementary School, ya'ni Karis millatiga aloqador bo'lgan odam ismiga, inson ismiga qo'yilgan. Va bu Yusuf o'qituvchisi. Juda zo'r. Birinchi marta uchrashdik. Juda tajribali, oliyjanob, juda zo'r muomalalik o'qituvchi. Gap yo'q lekin.
gaplashgan sayi haligi nima deydi, iliq taassurotlar kuchayveradi. Hozir tomosha qilamiz, qani nima bo'ladi undan keyin. Andalish. Aytgancha bitta voqea qolib ketdi, yangilik. Ya'ni o'g'lim ismi Yusuf. Yusufni bu yil oxirgi yili, ya'ni 5-sinf bitiruvchisi desak ham bo'ladi. Mana shu sinf, mana shu zamma bitiruvchi. Bitiruvchi bo'ladimi yo'qmi bilmayman, menimcha bo'lsa kerak. Bitirish oqshomi balki yo'q, bu bo'lmasa kerak. Alohida ko'ramiz yana. Xullas bu maktab 5 yillik, plus 1 yil bog'cha, ya'ni nolovoy sinf deydi, shunaqa. Hozir mana shu qadar bitiruvchilar va mana kichkina bolalar. O yo'qlardan bor, o yo'qlardan. Hadyalar sotib olishgan teglariga o'tirishdan hadyalar bor. Betondan. Maktab tomonidan futbolkalar berilyapti. Tekin bepul futbolka. Ya'ni har bir futbolkada bitiruvchi sinfi o'quvchilarning ism familiyalari yozilgan. Mana Yusuf ismi familiyasi ham yozilgan ekan mana. Yusuf Beshimov. Qoyil qoldim lekin e'tibor bermagan ekanman. Mana bu yerda mana ism familiya yozilgan mana. Ism familiyalari. Avvalchi Abikan Martinez, Abikan Son. Bu oxirida mana eng oxirida Yusuf Beshimov. Yusuf Beshimov. Best choice. Bayroqlar masib qo'yilgan. O'zbekistonning bayrog'i topish kerak, O'zbekistonning bayrog'ini. Burada mana ko'ryapman. Turkiyaning bayrog'i ham qayerdadir bo'lishi kerak. Can we give Miss Yismas a big applause? Thank you. Open and great and one American sign language. That was awesome. Thank you, Mrs. Class. Good morning, King's School Scouts. Good morning. Staff and family. 안녕하세요. Buenos días. Assalamu alaikum. Shobo shokal. ¿Cómo está po? Dobre utra. Sainu. Mana hurmat, qaranglar mana hurmatda. Namaste. O'quvchilar uchun mana nechta 8-9 ta millat tilida salomlash. Musulmon o'quvchilar uchun assalomu alaykum deyishdi. Rus maktablari uchun. Ruscha ham salomlashdi. Our school, when you look at this Qoyil qolish kerak. our school, our
By the way, we just got this sign and I'm in love with this sign, so I have to refer this to our sign. Do you like this sign? Yes. So we are the home of what? Sprouts. Sprouts usually means that it's a small little leaf, but with care and with a lot of care and love, it becomes what? A big tree. And once we become a big tree, we also can give to others with shade, with the covering from the rain, and so forth. But we are home of the what? Home of the sprout. But what are we best in doing? We are best at spreading sprout kindness, volunteer appreciation of breakfast and formal appreciation. But today, since it's going to be the last time we as a school family will be here, we wanted to recognize and say thank you to all the volunteers. We know that you make it very special for our students, and you make it so that we, the staff members here, can spend extra time, more time, so that we can support our students. So thank you for making that minute each time more special for our students. And thank you especially for giving up your time, which is a lot of saving for us. So again, thank you, thank you, thank you. So can we give our volunteer a big round of applause? Today are the Olympic Yana bitta yangilik informatsiya. Bu yerda mana ikkita bayroq turibdi. Also, I wanted to say a big congratulations to our third grade and our fourth and fifth grade students. I know that they went through Har bir shtatda very o'zining lot of hard bayrog'i work this year, but also California last bayrog'i. 3 weeks or 3 weeks, they had a very difficult work year. O'qituvchilar chaqirishdi. Hamma o'qituvchilar chaqirishdi. We want to applaud our teachers. Thank you to our teachers, our amazing teachers. Thank you, thank you, thank you. Shu maktabi o'qituvchilari hamma. Thank you. You know, throughout the year, as a principal, I go to many meetings. Thank you. Bu maktabi prinsipi, ya'ni direktori. Maktab direktori bor. Bu yerda prinsipal. And everywhere I go, many school officials tell me, thank you, boys and girls. Can we do this for us? Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Bugun 20 yil bo'lgan ekan shu maktab ochilganiga. Ya'ni 20 yildan beri shu maktab ishlayapti. Yana bugun 20 yillik tug'ilgan kun desa ham bo'ladi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. One more time, we can hear you. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Koreysda milliy madaniyat kunlaridan biri ko'rsatmoqchi.
viloyatiga mansub bo'lgan o'quvchini performance deydi, ya'ni chiqishi bo'lyapti. I'm gonna tell all of you guys my Bengali poem. The Bengali poem's name is Chutti. কবিতা ছুটি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মেঘের কোলে রোদ এসেছে, বাদল গেছে ছুটি। আজ আমাদের ছুটি ও বা আজ আমাদের ছুটি। কি করে Bengal tilida gapiryapti. দেবের আকাশ পথ হারিয়ে কোন বনে যায়। তোমরা ছুটে ছুটে বেলা সকল জেনে ছুটি। আজ আমাদের ছুটি ও বা আজ আমাদের ছুটি। Thank you. Thank you, everyone. Just for our students and our families, May is AAPI. AAPI is Asian American Pacific Islander Celebration Month. And this month we're celebrating our Bangladesh culture and our Filipino cultures this month. If you do get a chance, please come see our display in the foyer. We have a lot of Bangladesh and Filipino celebration this month. So thank you, Elvira, for reading our Bangladesh poem. And we'll have our 4th grade student reading our Filipino poem. Demak, butun Bangladesh hamda Filippinlik District support Sir, for bo'ladi. Philippines Ana qilinglar and deyapti. Filipino point. Is a patriot, musician, and a writer who played a crucial role in the Philippine nationalist movement. The title of the poem is The Aking Makabata. I hope you'll learn and enjoy as we share this poem with all of you. 3 sinf bitiruvchilari bo'lar ekan. Yusuf sinflardoshi, ya'ni 2 sinf. Shular qo'shni sinf o'quvchisi yana bitta o'zbek bola bor ekan. Just parents, as you are getting ready for your classroom to come up, we have a little space here. You're welcome to come up into the little space right behind Miss Chung and Miss Martin. If you want to take a picture, grade 3 will be coming up. Saying this land is your land. Imron Matchonov ham o'zbekistonlik vatandosh shu kelib qo'shilgan. Imron Matchonov. Hozirda chiqish bo'ldi. Endi muzika bo'lgani uchun blok bo'ladi. Shuning uchun ko'rsata olmadim. Muzikani bir chiqishlar bo'ldi. Endi kichkina bolachalar 지금 아니 다음일 것 같은데 다 있을까? Koreys millatiga mansub chiqishlar bo'lyapti. Endi hozir muzika bo'layotgani uchun endi men o'chirishga majbur bo'laman. Koreys millatiga mansub chiqishlar bo'lgani uchun muzikada repertuar bo'ldi. Juda ajoyib chiqishlar bo'ldi.
koreys madaniyatini ko'rsatib berishdi o'quvchilar. Endi boqsa yoshdagi koreys millatiga mansub madaniyat ko'rsatib beradilar. Bu bog'cha bolalari kindergarten deydi. Ya'ni nulovoy birinchi sinfga tayyorgarlik ko'radigan guruhlar. Maktabda shunaqa sinf bor. Ya'ni birinchi sinf uchun tayyorlov, 1 yillik tayyorlov guruhasi sinfi. Buni bog'cha desa ham bo'ladi. Böyle kindergarten deydi. Agar muzika bo'lsa o'tirishga majbur bo'lamiz, iloji yo'q. Muzika boshlandi. Yana bitta chiqishlar boshlanyapti. O'tirishga majbur bo'lamiz deydi. Keyingi chiqish bu koreys millatiga mansub madaniyat ko'rsatmoqchi etildi. Hozir qarayapmanda, bu yilgi bitiruvchilarda ichida 3 ta o'zbek bor ekan. Mana qaradim mana. Fiyodetta Alisherova, Imron Matchonov. Yusuf Eshimov. Bular yangi qo'shilgan, shu yil kelib qo'shildi bular. Bularda boqsa bolalar makaronani chiqarayotgan ekan. Dad, I think it's after. Hamma boqsa bolalar chiqib makaronani aytadilar. 그렇게 저쪽 건너에 있어. 저 건너. 벌써 다 나왔어. Bugun Shanda makaronani o'chirishga majburmiz. Oxirgi chiqsa bo'ladi, yetib ishlar bo'lyapti. Salen de aquí a tu escuela, vamos. A la que O'quvchisi. O'quvchisi. ¿Están todos en su escuela o para acá? ¿En qué escuela te da cercana? Para la Mrs. Mayoca, la Virgen. So, and I also want to give a shout out to Ms. Tugadi Choi, bugungi who is madaniy our cultural arts chiqishlarimiz. champion. She's right in the back, so a big round of applause for Ms. Choi for organizing this event today. Sekin kesilgan bo'ladi. Ketdik. As we close, we don't close by ending our performance. We go back to our announcement. Nima deymiz? Bugungi mana chiqishlar, qancha harakatlar bo'lgan. O'tirib ko'rib maza qildik. Zo'r bo'ldi.
Shu bilan endi tezroq ketishimizga majburmiz, chunki mashinani soat 10 gacha olmasak naqa beradi, shtraf beradi. Thank you. Thank you. Appreciate it. Tezroq ketishimiz kerak, mashinani olishimiz kerak. Ondan qolib ketsa shtraf olamiz. Mana tugadi. Kim Elementary School deydi. Ya'ni 5-sinf boshlang'ich maktablari. Bugungi madaniy chiqishlari bo'lib o'tdi. Ko'proq koreys, Bangladesh, ispan, latin davlatlari urmaganmish qilib orqasini. Urmabdi. Chiqish, madaniyat chiqishlari bo'ldi. Shu bilan videomizni tugatamiz. Oxirigacha ko'rganingizlar uchun katta rahmat. Sekin ota-onalar ham tarqalib ketishyapti. Mayli, sog'likda ko'rishguncha sog' salomat omon bo'linglar.